Usta akalar, sizlarda ham shunaqa klientlar bormi? Juda mehribon klientlar. Har bir soatda telefon qilib xabar olib turadigan. Trekker mashinamizni ham egasi har bir soatda telefon qilib, "Uka, qanaqa chiqyapti meni mashinam" deydi. Andijon bo'yicha bitta akamizda shu trekkeri bor ekan. O'ta go'zal chiqdi. Uchta polirovkalarini qilib, soat 2:30 bo'lishiga qaramasdan bir effektini ko'ringlar o'zinglar. Keramikani effektini beryapti bu. Xudo xolasa bunga qo'shimcha xizmatlar qo'shildi. 4 ta eshik shumka, torpeda shumka bo'ladigan bo'ldi. Xudo xolasa endi kechga mashinani topshirib yuboramiz chiroyli qilib. Bu tomonimizda esa Li9 mashinasini olib qo'yganmiz. Kech bo'lishiga qaramasdan orqasidan yengil DTP bo'ldi. Agarda kechasi soat 2:30-3 da mashinalar urib oladigan bo'lsanglar, tortinmasdan bemalol aloqaga chiqib olib kelaverasizlar. Sizlar uchun 24 soat ishxonamiz ochiq. Savobgarchilikka buni chiroyli qilib mo'ykalarini qilib egasiga topshiramiz.